Kayfiyat zo'r o'rtoqlar, chunki video boshlanishdan oldin men bitimimni $19,000 foydada yopdim. Bu narsa rostmi, yolg'onmi, o'zi bu safsatami to'liq videolarda ko'rishingiz mumkin. Biz o'ylanib qoldik. Biz har doim professionallarga video chiqarar ekanmiz, lekin boshlovchilar vobsheta soha nima, trading nima, signal nima, qanday kirish, qanday chiqishlarni bilmir ekan. Shuni hisobiga ko'pchilik qo'rqar ekan trading sohasini vobsheta o'rganishga, kirishga, ichiga. Endi biz buni yechimini topdik. Bize hozir signal o'zi nima, trading o'zi nima boshlashimizdan oldin bitta natijalarni ko'rib chiqaylik. To'liq hamma polniy signallarimizni, foydalarimizni va hozirgi 19,000 degan summam yolg'onmi, rostmi, o'zi realni shunaqa pul ishlasa bo'ladimi yoki hammasi mashqami shunaqa video chiqaradiganlarni. Demak, Telegramga kiramiz o'rtoqlar. Mana bizning VIP kanalimizda to'liq ko'rib chiqamiz. Mana 11-fevraldan boshlaymiz. Mana 11-fevral signal berishni mana bu yoqda boshladik. Hozir ham 11-fevral vaqtga qarashinglar mana mumkin. Polni e'tiborimiz bu nima? Biza kirayotgan joyimizdan bularga kirishdan foyda qilishinglar mumkin deb beryapmiz signal. Endi bilmaydiganlar uchun. Hammasi foydada yopilyapti. Ko'ryapsizlar mana foyda. Конечно ham zarari ham bo'ladi, no ko'proq foyda beradi. Endi men o'zimni shotimni login parolini ulab beryapman. Nimaga? Kuzatinglar, foyda qilamanmi, zarar qilamanmi deyapman. Shundan keyin mana to'liq mana bu shotga e'tibor qaratamiz. $8,000 solingan ichiga. Bu realniy summa o'rtoqlar, $8,000 solingan. $19,000 2 gacha, o'sha 7 dan 2 gacha mana soat 14:03 foyda qilinyapti. Real shot mana ishonmayotganlar uchun, demo yolg'on deyotganlar uchun XNS MT5 real shot mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zimizning signalimiz orqasidan. Endi o'rtoqlar biza nima qilmoqchimiz? Shu haqida to'liq informatsiya bersam sizlarga. Qaranglar, sizlar bilmaysizlar to'g'rimi? Signal o'zi nima, qanday kiradi, qanday chiqadi, vobsheta bu soha o'zi nima? Sizlardan talab qilinayotgan narsa bir hafta aktiv bo'lish va kuniga 3-4 soat vaqtingizni sarflab trading nolsizlar, vobsheta tushunmaysizlar, bazavigacha to'liq o'rganib olasizlar. Undan keyin trading kursiga borasizlarmi, signal kanal bilan ishlaysizlarmi, o'zingiz ishlaysizlarmi yoki ozgina o'rganib olgandan keyin trading haqida tushunchali bo'ladimi? O'sha u yog'i o'zingizlarning ishinglar. Endi biz nima qilamiz? Telegram kanali silkasi mana bu yoqda o'rtoqlar. Telegram kanalga to'liq video kurslar, kuniga 5 minutlik, 10 minutlik videolar tashlaymiz, to'liq tushuntirishni qilamiz. Storiesda polniy aktiv bo'lib, har kuni bitta narsani ma'lumotini beramiz. Aktivlik bir haftadan keyin o'zingiz ko'rasiz, siz tradingni qanday o'rganasizlar, qanaqa bo'ladi va hamma mana shu narsalarni tushunishni boshlaysizlar. Signallarni, qanday kirishi, qayerdan chiqishi, qanday soqoq qilishi grubaga borib tushunishni boshlaysizlar o'rtoqlar. Давайте bir hafta aktiv bo'lamiz. Biz bu narsalarni sizlarga bepulga beryapmiz. Polniy Telegram kanaliga ulab olishingiz mumkin.